Qaysi qo'shiqda aytasiz? Qaysi qo'shiqda aytasiz? Mayda 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 nastarin gul mayda 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 bunday gul bordir qayda. Bitta qo'shiqchi deyapti-yu, ustozimiz. Bitta aytib bering aka, obunachilar bir ko'rsin. Ancham pulga qanaqa edi? Polka. Qarab turing. Ko'tarishsiz, qarab turing. Ha? Oling o'tiraga. Ha. Bunga qisqancha baqa, jamkar. Nima qiynadi-ya? Siz qiynaldingizmi? Nima qiynadi? Chiqaman. Rostdan talantingiz bor ekan, hamma tasdiqlayapti buni. Bir ek qator eshitmasak bo'lmaydi aka. Voy, childirmanda olib keling. Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. Xudo xolasa ishlarni boshladik. Chiroyli qilib yo'l qilishga harakat qilyapmiz. Yodgor akam ish qilyaptilar. Hurmatli obunachilar, xudo xolasa videolarimizni kuzatib boringlar. Ustakalarimiz ham tepaga cho'rniylarda qaqib bo'lay dedi. Xudo xolasa chiroyli videolar chiqarishga harakat qilamiz. Biz bilan bo'linglar, obuna bo'lmaganlar obuna bo'ringlar, hurmatli obunachilar. Kuzatib boringlar. Chiroyli videolar qo'yishga harakat qilamiz. Bugungi video zo'r bo'ladi. 진짜 나랑 비슷한 거야. Bu aylantirib tushdi. Uchalmadi, gilosga tegib tushdi. Mana shu shekilli
Oho. TikTok'u verirken Fena TikTok geldi. ne işi? Bana bu çay kimi kim ya? Kelinci dedi. Ha, hala. Hani herkes şokadan çalı oynuyor. Şokudan çalı. Obunachilar zerikib ketibdi, obunachilar. Ha. Jonli ijro bo'lish kerak dedi. O'rganishak emas. O'rganyapman endi. Urgancıyım mı? Ha, o'rgamchiman. Çok şokada çalıyor. Qanaqa cholar? Obunachilar zerikdi sizni qarab o'tirib. Nergiz'de çalsın siz oynayın. Çoğulasın göz. Birinci ben çoğulamam. Asat aka cholish kerak. Çoğuma gelmez.
olishdi. Bilmez ekan. Ha. Bitta aytingchi qo'shig'idan jonli ijro biladi deyapti aka obunachilarga. Bitta. Sana unga bordim. Ha. Bundan bo'ladi. Bo'laveradi mayli. Hayra. Aytdim-da aka, dumbalaq qildim. Men chop turaman. Dumbalaq qildim. Sho'g'alasiz shuni. Voy, bitta qo'shiqchi deyapti-yu ustozimiz. Bitta aytib bering aka obunachilar bir ko'rsin. Ancham pulga qanaqa edi? Polka. Qanchalar o'sha odam bo'lgan. Rozi o'shanaqa. Pullar ham. Chole. Ayting endi siz bu yosh olaverasiz. Uyatyapti. Yor aka? Ko'tarib yubordingiz-ku? Ha, chiqdi. Xudo xolasa. Qarishga kelgansiz. Ha. Nimaga ketyapsiz u yoqqa Yodiyor aka? Mana obunachilar Yodiyor ekan bir narsalarni ixtiro qilib ishlab yurib, shu betonni chiqardi. O'zim chiqaraman deganiga usta akalarimiz ham hurmatli obunachilar ko'tarilyapti. O. Bir bolaga tiralib qoldi-da. Telefonlar to'sh. Yodiyor aka, u nariyada simi bor ekan shekilli bu. Ha, o simi emasmi, uni nari tomonda? Qarab turing. Ko'tarish, qarab turing. Ha? Qo'ling Yodiyor aka. Burada qancha baqa, zakar. Nima qiladi-ya? Siz qiynaldingizmi? Nima qiladi? Chiqaman. Otamjon bir bolalar qilyapti-da. Charchamaysizmi aka? Hurmatli obunachilar, kuzatib boringlar. Otamjonni oldiga boraylik-chi. Dolar berdim tekin oyun. Ne alyapsiz? Buni qo'rqib chiqyapti. Ha. Devorlar yiqyapti. Ha. Burga qoladimi? Mustahkam bo'ladi. O'zali qurish uchun beton ana suv quyib turadi-yu. Salqin bo'lib qoladi-da. Devordan izlab. Mana hurmatli obunachilar, hamma ishda Xudo xolasa kuzatib boringlar. Ishlar ham qizg'in ketyapti. Yodiyor aka tosh bo'ladi dedingizmi aka? Mana usta akalarimiz ham bu yoqda o'zi hopsak ekan, bu yoq akamiz. Talant bor ekan, lekin aytib bermayapti. Talant bor, klient yo'q ekan. Talant bor ekan lekin akamizda. Kamerani yaqqanda olmayapti. Yaxshimiz. Kiruyingda boshingizga tushganda bilamiz. Mana bola tasmani kelyapti. Nima yeydi Mayla tozalayapti bu bola, ish qilyapti halitdan beri. Tingani yo'q. Qo'lingizni yuvib choy pay ichib oling, muzda uka. Mana usta akalarimizga qarashyapti hamma. Mana zar devorlar ham urilyapti, hurmatli obunachilar. Ko'rishinglar mumkin, xudo xolasa. Ishlar qizg'in ketyapti. Usta akalarimiz tomda. Orbey. Salom. Olayapsiz Charchabey. Obunachilarning tepaga chiqisi bor, tepadan qo'qatdan. Nimasimi? Tepaga chiqisi bor, qo'qatdan emas. Ertaga olsa loy bosira chiqamiz. Mana hurmatli obunachilar, tepadan chiroq ko'rinadi degan umidda.
Hashara kelasizlarmi shular? Kelamiz hashariga hamma. Kameralar tashlab kelinglar-da. Kameralar tashib kelamiz. Quloq qilyapsizmi Rushnoy? Yashirin kamera, hurmatli obunachilar, yashirin kamera. Kimlar nima ish qilayotganini hammasini ko'rib borasizlar, xudo xolasa. Mana ustakalarimiz zardevorni uryapti. Bu yerda akalarimiz mehnat qilyapti. Tuga deb qoldim aka. Biz ozgina charchadik, ayda yer chopib. Mana mayada bolalarim ish qilyapti. Kirib yurasizmi onasi? Bizga sachiraydi. Ustaka rostdan anaqa bormi? Talant. Ustaka, sherigingiz talanti bormi rostdan? Talant. Qo'shiq aytgan. Katta hofiz bu. Katta hofizmi? Bu? Talanti bormi ustani? Boshlanma birga o'qiganmiz. Talanti bormi rostdan? Talant to'xtasi bor. Talanti bor, kirgili, men onda klient ham bor. Qada dedingiz, obunachilar uncha eshitmay qoldi shovqindan. Akamiz talanti bor, men ona kirgilida klient ham bor deydi. Ha. Aka zo'r hofizlar. Orhan zamonlar aytgan zo'r qiziqlandilar. Biladimi? Hozir obunachilar bilan iltimos ko'ramiz, aytsa agar. Yodgor kelamish qilyapti, hurmatli obunachilar. Agar salqinda to'xtang. Mana butun boshlik 26 ming odam bilan kelyapman aka. 26 ming odam. Mana shu nariroq turing aka. 26 ming odam bilan. Rostdan talantingiz bor ekan. Hamma tasdiqlayapti buni. Bir ek qator eshitmasak bo'lmaydi aka. Hey, childirmanda olib keling. Nargiza! Qasashlar aytib ber. Esdan chiqib ketdi, ashtada. Ha, jamoaning sog'ini janon ey. Ha. Bilarkansiz. Salqinda bilarkansiz, hamma bilaman. 26 ming odam qarab turibdi aka sizga. Shuni siz o'raganki, yaxshi kayfiyatda yasharkansiz. Yaxshi kayfiyatda turibmiz hozir. 2 dona qo'sinim qoldi. Bo'ldi aka, kutamiz biz mana shu yerda. Atrofga avtobus. Aka, Yodgor akam boshlovani shunday zo'r bo'ladi. o'z ishini topibdi mana. Va nihoyat. Qattiq. Ulayapman deb qarab turing. Aha, Yodgor aka. Miksilab ketdi. Mix. Mana ozgina qoldi, xudo xolasa, yarimi ketib, yarimi qoldi, xudo xolasa. Ko'p ketib oz qoldi. Mana hurmatli obunachilar, hamma ishda shu akam talantini chiqarmayapti, yuzaga chiqarmayapti. Talanti bor ekan lekin. Kamerani ko'rganda ayta olmayman deyapti-da, kamerasi aytayapti lekin. Mana. Hozir ayttirishga harakat qilamiz. O'z mazza qilib aytadiganingizdan aytib bering. Siz ham qo'shilishing. Usmonlardan bo'ladi. Bu mening onam, bu mening onam dalam bo'laveradi. Xush desam, Bog'imda
nastarin bor. Gulaydi har bahor, nastarin guli mayda. Gulaydi har mayda, bog'imda nastarin bor. Gulaydi har bahor, bog'imda nastarin bor. Gulaydi har bahor, mayda mayda mayda, nastarin guli mayda. Mayda mayda mayda, gulday gul botur qayda. Mayda mayda. Hurmatli obunachilar, xudo xolasa ishlarni ham mana tugatib bo'lay dedik. Ustaga tugadi, xudo xolasa. Bitta, ikkita, uchta haliginaqa pena bilan qo'ysak tugaydi ekan. Xudo xolasa. Mana Tomdog akalarimiz xudo xolasa, hurmatli obunachilar, sarapililar tasha bo'ldi ikkiga. Mana ko'rishinglar mumkin. Xudo xolasa ertaga tayyorlari haligi lomboz deydimi, nima deydi? Qamish bosib turib, indinga loy bosib qo'yamiz. Xudo xolasa indinga loy bosib qo'yamiz, hurmatli obunachilar. Biz bilan birga bo'linglar. Ustozimiz ketdi, hozir chiqaylik ko'chaga. Qo'li o'zi mashina. O'tiravering. Ya o'zim mashina ketaman. Yarashgan deyman. Xudo xolasa ustoz. Spark olaman dedingizmi? Yo'q. Jentraga o'tdim endi. Ha? Jentraga. Jentra. Jentra. Janemi jentra. Xudo xolasa. Oling. Yaxshi niyat yarim bor. Bizga ular bo'lish ketdi-da, meniki o'sha. Manga dala chetga ketgan. Rosa kunduz sog'da borib muzey suvdan chekib qo'yib, tirsitib olib ketgan. Nima bo'ldi? O'ylashamiz. Ya menga aniqlab aytish kerak edi, bo'lmasa men boshqa odam topolman-da. Ha bu boshqa odam topamiz bo'lmasam. Hurmatli obunachilar, ertaga ham juda ishlar qizg'in ketadi, xudo xolasa. Chunki hozir yana bir ikkita odam topib, mana uyda, xolamiz yashagan uyda old tomon buzib, qo'llar yaydirib, bu toshlarni olib qo'yib, chunki uyga kirishda zina qilamiz, toshlar tagiga terib, qo'lni ubulka qilinadi, ustalar o'zini ishini qilaveradi, yana odam topib. Ichkari tomon ko'rgan bo'lsangiz, bir chiroyli bo'lib qoldi. Daraxtlar tayinlanib tozalandi. Yodgor aka mana bugun hozir ishni boshladi. Hammalarga rahmat. Obuna bo'lmaganlar obuna bo'linglar. Qo'ng'iroqchani ham yezib qo'ying. Ertaga xudo xolasa ajoyib ishlar bo'ladi. Sog' bo'linglar. Hammalarga rahmat.